Hammaga salom, sizlar bilan Kamado MLBB. Bugun sizlarga solo rank uchun top 5 ta listingni aytib beraman. Birinchi, Alfa. Birinchidan Alfa yaxshigina o'ron bera oladi. Agarda uni ultasini to'g'ri ishlata olsangiz, raqiblaringiz shunchaki erib ketadi. Chunki Alfa chisti o'ron bera oladi. Ammo Alfani zaif tomoni uzoqdan o'ron bera oladiganlar, ya'ni streloklar yoki yana uzoqdan uradigan giroylar. Alfani ko'pincha ham o'ron, ham tank uchun yig'ishadi. Keyingisi bu Mobile Legends'dagi men yaxshi ko'rgan qahramon, Julian. Julian o'yin boshi va oxirida anchagina kuchli. Kamiga Julianni hamma skillari ochilishi uchun 3-levelning o'zi kifoya. Pluslari undan yaxshigina magichskiy o'ron chiqadi va vampirizmga ham ega. Shuncha nerfdan keyin ham o'zini aktualligini saqlab qola olgan giroylardan bittasi. Yana bu qahramon expo liniyasiga ham chiqib bera oladi. Faqat bu liniyada manasi birozgina tezroq tugaydi. Keyingisi bu, ya'ni 3-chi, Lee Sun-shin. Qisqaroq qilib aytganda LLS. Bu Lisning o'ta zo'r kontrolga ega. Hatto mobilnisi ham bor, o'ronni esa aytmasam ham bo'ladi. Komanda uchun ultasi juda ham foydali. 3 soniyaga kartani ochib bera oladi. Dushman komanda periferimda bo'lgan taqdirda ham bu qahramonda ularning farmiga yetib olish mumkin. 4-chi, CU. CU bu o'rganish qiyinroq bo'lgan, ammo o'rganilsa dushman komandani anchagina qiynab qo'yiladigan qahramon. 41-sezonda kelgan nerfga qaramay, to'g'ri emblemalar va zborka bilan yaxshigina o'ron chiqarish mumkin. Tez farm qila oladi va mobilnisi yuqori giroylardan bittasi. Keyingisi 5-o'rin. Fredrin. Bu qahramon yaxshigina tank bo'lib bera oladi. Hatto joyi kelganda komandasi bilan yopib yuborishi mumkin. Kontroli yetarlicha, o'ronni aytmasam ham bo'ladi. Bu qahramonni o'ynash qiyinroq, ammo o'rganilsa, komandaga yaxshigina foyda olib kela oladi. Ya'ni hammamiz yaxshi bilgan Hanabiga o'xshab qolmaydi. Bergan ma'lumotlarimizga bo'lgan o'z fikringizni yozib qoldiring va keyingi video nima haqida bo'lishini ham.